Rulga qachon o'tirdingiz bugun? Soat nechada o'tirdingiz? 17 shu qat. Aha. Nima to'xtamadingiz? O'zingiz. To'xtamadim. Haydadi. Kim aytdi uni? Rulni yoqqa burildi o'zi. Yo'q. Men shuncha tinch aholi ustiga borib mashinadan haydayapsizmi? Aka to'xtaylik deb qo'rqib ketdim, to'xtadigan qo'ymadi. Haydovchilik guvohnomangiz bormi? Yo'q. Nima haqqingiz bor rulga o'tirishga? Haydovchilik guvohnomasiz deb turib. Boshqani qilmayman. Shuncha odam shikastlandi, shuncha mashina shikastlandi. Sabinani uyiga yiqildik. Mehmondorchilikka 5-6 daqiqa o'tirdik. Ozgina spirtni bo'lib, ozgina sabini ichganman. Chin ko'ngildan uzr so'rayman. Boshqa qaytarilmaydi. Oxirgisi shu. Transport vositasi menga tegishli adam nomlari. Adam nomlari. Yashindan pushaymonmiz. Ijtimoiy tarmoqlarda davlat raqamlarsiz qora jin transport mashina haydovchisi o'zi va o'zgalar hayotini xavf ostiga qo'yib, qarama-qarshi harakatlanib, bir necha transport vositasida ham ishga tushgan holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan dastlabki tergov surishtiruv harakatlari olib bormoqda. Haydovchi va barcha yo'lovchilar ayni paytda Chilonzor tumani ichki ishlar organlari faoliyati uchun boshqarmaga olib kelindi. Yurtdoshlarimizdan belgilangan qonunlarga, qoidalarga rioya qilishni so'rab qolamiz.